Uxlasam uyquyimda payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytayaptilar, tuxum bu narsalar olasan, olganingdan keyin mana shu falon masjiddagi meni bir vali inson bor. Bizga yaqin odam bor. Shunga berasan, u yeydi, to'yganicha yeydi. Undan ortib qolgan taomni uyingga keltirasan, undan ortib qolgan taom kam bo'lsa ham senga yetadi, barakali bo'ladi, farzandlaringdan ortib ham qoladi dedilar. Men shu ishni qildim. Bu holatni biz ko'rganmiz g'azotlarda. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam g'azotga chiqqandilar. G'azot yakunlanayotgan vaqtda Rasululloh sollallohu alayhi va sallam aytdilar askarlarga, nimalaringiz bor dedilar. O'zi hech narsa yo'q edi. Keltirdilar, 2 ta xurmo, ozgina qotgan non, ozgina sut, ozgina suv. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam Alloh